mana senga. Aql bovar qilmaydi. Lekin u mashg'ulot maqsadini tushunmabdi shekilli. Oradan 3 Xazina sandig'igacha bo'lgan tuzoqlarning barchasiga tushding. Sezgirlik qobiliyating umuman yo'q ekan. Sandan ayg'oqchi chiqishiga ishonmayman. Lekin bu boladagi aql bovar qilmas, chidamlilik va qat'iyat borligini e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak. Bu xislatlari e'tirofga loyiq. Agar sarguzashtchi bo'lish niyatidan voz kechsa, qirollik poytaxti razvedka tashkilotlariga kirish uchun taklif jo'nataman. Nomzodlikka juda yoshlik qilmaysanmi? Adashmasam, kamida 15 yosh bo'lishi kerak edi. Menda uyushma rahbaridan ruxsatnoma bor. Boshqa o'qituvchilardan ham allaqachon mashqlarni qilib kelyapman. Lekin foydasi bo'lmayapti. Oradan 2 oy o'tdi. Tanangda hech qanday ma'na yo'qligi uchun sehr qilish qobiliyating ham bo'lmasa kerak. Nega menda yo'q bo'lar ekan? Balki shunaqa tug'ilgandirsan. Agar shunday bo'lsa, bitta yo'li ma'na chiqaruvchi xonaga kirib ko'rish qoldi. Qanaqa xona dedingiz? Mayli, men roziman. Menimcha eplay olasan. Lekin og'irlik qilsa shu zahotiyoq qaytib chiqishing shart. Yo'q, xudoyim, nima hali beri chiqmadimi? Yo'q, janob. Bo'lishi mumkin emas. Bu xona insondagi sezgi va hislarni keskin oshirib yuboradi. U bo'lsa kechadan beri o'tiribdi. U yerda o'lib ketishi mumkin. Voy, Nur. Nima bo'ldi? Hammasi joydami? Senga hech narsa qilmadimi? Yo'q, yaxshiman. Xalaqit qilmasangiz, iltimos. Ozgina qoldi, hozir nimadir bo'lishi kerak. Voy. Oradan 3 oy o'tdi. Faqatgina shuni o'rgandim. Qiziq, shuncha paytdan beri faqatgina miktadangani o'rgandingmi? Sen kabi sehrga qobiliyatsiz bo'lgan odamlar juda kamdan kam uchraydi. Lekin senda ma'na yo'qligini inobatga olsak, shu narsa ham katta ish sen uchun. Nima? Ko'zlarim aldamayaptimi? Ikki taraflama sehrmi bu? Bu darajaga chiqish uchun menga 50 yil kerak bo'lgandi. Qanday qilib 3 oy ichida bunaqa natijaga erishish mumkin? Sarguzashtchi bo'lish uchun bu yetarli emas. To'g'ri aytasan. Ochig'i, bu yer sen uchun mos emas. Attang. Unda shuncha iste'dod bor. Agar sehr jodu qilishga qobiliyati bo'lganda bormi, yer yuzida tengsiz sehrgar bo'lishi mumkin edi. Senga bir savolim bor. Kichkina bola paytingda saodat so'rab marosimda qatnashganmisan? Qanaqa marosim u? Faqatgina tanlanganlar shunday marosimdan o'tishadi. Shundan keyin bu yerda shug'ullanish uchun ruxsat beriladi. Unda menga afsus. Mashq qilishga ruxsat bermagunicha shu yerdan ketmayman. Xohlasang o'tiraver. Ruxsat bermagunizgacha bu yerdan jilmayman. Yo'q, shunaqami? Rosa qaysar bola ekan u. Shunaqa o'tiraveradimi? Senga mashqlarga qatnashish uchun ruxsat beraman. Lekin shuni unutma, bu yerda biror texnikani o'rganishingga hech kim kafolat bermaydi. Oradan 3 oy o'tdi. Past darajali davolash texnikasi? Lekin buni qanday eplay olyapsan? Baribir. Afsuski, bu darajadagi texnika sarguzashtchi bo'lish uchun juda kamlik qiladi. Bundan ancha kuchlirog'ini egallashing kerak. Tushunarli. Demak, bu yer ham men uchun emas ekan.
Shunga qaramay bu tirnalgan va shilingan joylar uchun juda foyda beradi. Tanlangan bo'lmay turib ham shunday ishni qila olganing o'zi juda ham hayratlanarli natija deb bemalol ayta olaman. Hech qanday marosim yoki muqaddas ruh yordamisiz ham shunday natija qilganni o'zi bir mo'jiza. Bu degani u mo'jiza quvvatidan bemalol foydalana oladi. Sensama, nur yo'q. U poytaxtdan g'oyib bo'libdimi? Kecha uni to'xtatib qolishim kerak edi. Shunchaki o'z holiga qo'ysak bo'lmaydimi? U yetarlicha kuchli bola bemalol o'zi eplay oladi. Yo'q. Agar biz unga to'g'ri tarbiya bera olsak, uni g'ayrioddiy kuchga ega bo'lishini shubha qilmayapman. Bunda menda ham shubha yo'q. Boshqa darslarda ham shunday o'ziga xos iste'dodini ko'rsatgani hayolimga ham kelmagan ekan. Hammamiz unga mashq qildirib, yo'l-yo'riq ko'rsatishimiz kerak. U qolganlarga o'xshagan oddiy bola emas. Menda e'tirozlar yo'q. Lekin uni razvedka jamoasiga qo'shish biroz mushkul-da. Sening fikrlariga qo'shilaman. Men ham rozi. Men nima ham qila olardim? Sen qanday fikrdasan, Sik? Nurni topishga o'zim boshchilik qilaman. Hoy! Qat'iyatingni hurmat qilaman, lekin o'zingni bosib ol. Avval shuni aytishim kerak. Maxsus oltilik Nurni kelajagi bo'yicha barcha mas'uliyatni o'z bo'yniga oladi. Hamma rozimi? Unday bo'lsa, hoziroq uni izlashni boshlaymiz. Nur samsan? Qariya, sizni ko'rganimda xursandman. Ha, qutulib qoldi. Tashqarida yotgan ekanman-ba. Uchib ketgan shekilli, ha. Rahmat. Sen Mitraga borishing kerak emasmidi, ha? Poytaxtda nimalar bo'lganini ko'rgan bo'lsang kerak. Ha, eshitdim, birdan ortimga qaytdim. Hamma yog'ing chang, kiyimlaring kuygan. Juda og'ir kun bo'ldi. Ko'p ish qilishga to'g'ri keldi-da. Ha, falokat bo'ldi o'zi ham. Hammani boshiga tashvish tushgan. Menga ham oson bo'lmadi to'g'risi. Men ham o'lguday charchadim. Gapimni eshit, Nur. Itday charchaganingda bu yoqmaydi, to'g'ri. Lekin sarguzashtlar rahbari seni anchadan buyon qidirmagan joyi qolmadi. Unga vaqtinchalik uylarni qurishda yordam berib tur. Shunday bo'lishini bilganim uchun ham bu yoqqa keldim. Qayoqda u? Senga xarita beraman, o'zing bilan olib ketasanmi? Bizga juda katta foydang tegyapti. Kelganingdan beri rejadagi ishlarni vaqtidan oldin bajarib qo'yganmiz. Yordam tegsa xursand bo'laman. Haqiqatdan-da juda ham og'ir kun bo'ldi. Arabada sayohatga chiqdim. Roloni uchratdim. Linning sehri bilan parvoz qildim. Va keyin yana Linning sehri bilan parvoz qildim. Ko'p ishlar bo'lib ketdi. Lekin eng esda qoladigani bu Linning sehrida parvoz qilganim. Biroz damimni olib ovqatlanmasam o'lib qolaman. Lekin ko'chada ishni tashlab keta olmayman. O'zing ham allaqachon sezgandirsan. Bu urushda Deridas bilan birga muqaddas Mitra hukumatining ham qo'li bor. Ha, Minotavr voqeasidan tortib sehrli imperiya qurollarigacha faqat o'sha mamlakatda bo'lishi mumkin bo'lgan sof manatoshlar. Bularni barchasidan anglab olish qiyin emas. Bundan keyin ham menimcha biz uchun oson kunlar bo'lmaydi. Lekin xalqimiz ishonchli qo'llarda ekanligiga ishonaman. Bundan ham muhimi, bizda u borligi katta yutug'imiz. Rahmat. Rahmat. Nur sensei, kechagi kun uchun kattakon rahmat. Aksincha, senga rahmat aytishim kerak. Kecha senga ham ancha qiyin bo'ldi. Odamlarga narsa tarqatib olsam, Ha,
Yana jarohatlanganlarni ham davolamayman. Sizchi qurilishda yordam beryapsizmi? Ha, Bular hamma uchun. Xohlasangiz olishingiz mumkin. Mana, bemalol olavering. u rostdanmi? Ha, albatta. Ha, rahmat. Qolganini ham odamlarga tarqatishim kerak. Hozircha esa xayr. Bo'pti. Ishlaringga omad. Ha. O'zingizni ko'p qiynamang, sensei. Rostdan ham. Agar atrofimdagilar yordam bermaganida bu darajaga chiqa olmagan bo'lardim. Ana endi ancha tekislashdi. Haqiqatdan-da mustahkam va ishonchli qilish ekan. To'g'ri, ishlatganimda u bilan unchalik ham jozibador ishlar qila olmayman. Lekin baribir sarguzashtchi bo'lish fikridan qaytganim yo'q. Otam o'qib bergan kitoblardagi qahramonlar kabi sarguzashtchi bo'lishni xohlayman. Hozircha esa seni yangi ishlarga ishlatib turishimga ijozat ber. Nor! Bu yerda ishimiz tugadi. Biz bilan ishni davom ettiraverasanmi? Ha, albatta. Qaytarish! 12-qism. Hamma narsani qaytaraman. Hoppa. Haqiqiy qilishim kerak bo'lgan ishlar endi boshlandi shekilli.